Diagramma bu ma'lumotlarni yoki tushunchalarni ko'rgazmali, rasmli shaklda ifodalovchi vosita. U ma'lumotlarni chiziqlar, shakllar yoki raqamlar orqali odamga tez va oson tushunadigan qilib ko'rsatadi. Diagrammalar orqali murakkab ma'lumotlarni soddaroq va aniqroq tasavvur qilish mumkin. Diagramma abstrakt vizual tasvir bo'lib, ko'pincha shakllar, chiziqlar, o'qlar, belgilar, ranglar yordamida axborot yoki munosabatni ko'rsatadi. Diagrammaning asosiy maqsadi. Diagrammalar quyidagilar uchun ishlatiladi: murakkab ma'lumotlarni soddalashtirib ko'rsatadi, taqqoslashuvlarni vizual qilish, vaqt davomida o'zgarishlarni ko'rsatish, o'zaro bog'liqliklarni aniqlash, tez fikrga kelishga yordam berish. Diagramma turlari. Diagrammalar juda ko'p turga ega. Ustunli diagramma ma'lumotlarni ustunlar balandligi orqali taqqoslaydi. Chiziqli diagramma vaqt bo'yicha o'zgarishni chiziqlar orqali ko'rsatadi. Doiraviy diagramma umumiy qismlarni foiz bilan ko'rsatadi. Venn diagrammasi turli to'plamlar qayerda kesishadi yoki farq qiladi ko'rsatadi.